Sog'ligingiz tuzalish o'rniga yomonlashib ketishini xohlamasangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring. Bugun juda muhim mavzuda gaplashamiz. Ko'pchilik psoriazni davolash uchun dori ichadi, krem surtadi, lekin ayni paytda o'zi bilmagan holda psoriazni qo'zg'atuvchi odatlarni davom etadi. Bugun men sizga kundalik hayotda psoriazni yanada yomonlashtiradigan 5 ta odatni aytib beraman. Siz esa videoni oxirigacha ko'ring. Birinchi odat, ko'pchilik issiq dush yoki issiq vanna qabul qilishni yaxshi ko'radi, lekin bu psoriaz uchun juda ham katta xato. Issiq suv terida yallig'lanishni kuchaytiradi. Natijada tangachalar paydo bo'lib, qichishish ham ancha kuchayadi. Yechimi esa juda oddiy. Iliq suvda 10-15 daqiqa dush qabul qiling. Ikkinchi odat, stressga e'tibor bermaslik. Qarang, stress bilan psoriaz bir-biriga to'g'ridan-to'g'ri bog'liq. Agar stressga tushadigan bo'lsangiz, teri yanada yallig'lanishi kuchayib ketishi mumkin. Uyqusizlik, asabiylik, ovqatlanishning tartibsizligi, bularning barchasi psoriazni kuchaytiradi. Uchinchi odat, teringizni tirnash va ishqalash. Teri qichishganda uni tirnamaslik juda qiyin, lekin tirnash bu psoriazning eng katta dushmani. Tirnash teri yuzasini shikastlaydi va shikastlangan joyda yangi psoriaz chiqishi mumkin. Qanchalik tirnasangiz shunchalik ko'payadi. Yechimi esa juda oddiy. Qichishgan joyga sovuq kompress qo'ying, tirnoqlaringizni esa doim kalta holda olib yuring. To'rtinchi odat, noto'g'ri kiyim tanlash. Sintetik kiyim, qattiq mato va tor kiyimlar terini yanada qichishtiriib, yallig'lanishni oshiradi. Ayniqsa jazirama issiqda sintetik kiyim teri nafas olishini qiyinlashtiradi. Ter esa psoriazni qo'zg'atishi mumkin. Yechim esa juda oddiy. Paxta yoki yumshoq matodan tikilgan keng kiyimlarni kiyish. Beshinchi odat, dori va kremlarni o'zboshimchalik bilan ishlatish. Dorixonalarda dorilar ko'p. Ko'pchilik o'zi bilmasdan gormon kremlarini sotib oladi va ko'p vaqt davomida ishlatadi. Bu juda xavfli. Gormon kremlar vrach nazoratisiz uzoq muddat ishlatilsa, teri yupqalashib, tomirlar ko'rinib qoladi va keyinchalik dori hatto ta'sir qilmay qo'yadi. Bu 5 ta odatdan saqlanib, teringiz holatini yanada yaxshilasangiz bo'ladi. Lekin psoriazda faqat salbiy odatlardan qochish yetarli emas. Uni davolash uchun kompleks yondashuv kerak. Biz ko'p yillik tajribaga ishonib, sizga Dermolife kompleksini tavsiya qilamiz. U 3 ta vositadan iborat. Teridagi qo'zg'atuvchilarni bloklash uchun sirop, zararlangan hududlarni dezinfeksiya qilish uchun kumush zarrachalari bilan boyitilgan sovun va terini tiklash uchun maxsus krem. Bu yondashuv bilan hozirgacha ko'plab bemorlar psoriazdan tuzalib, uni yashirin formaga o'tkazib kelmoqda. Mahsulot haqida batafsil ma'lumot olish uchun 55 kodi bilan 520 54 54 raqamlariga qo'ng'iroq qiling yoki pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'ting. Eslab qoling, psoriaz boshqarsa bo'ladigan kasallik. To'g'ri odat, to'g'ri parvarish bilan yillar davomida psoriazsiz yashash mumkin. Video foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang. Savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Salomat bo'ling.